Assalomu alaykum hammaga. Instagramni kuzatuvchilari, Sindor akani. Mana shu Sindor akademiyasida o'qiyotganimga 1,5 oydan oshgan bo'lsa, oldingi bilimlarimni anchagina yaxshi bilimlarga ega bo'lganman. Buning uchun ustozdan minnatdorlik bildiraman. Berayotgan bilimlaringizga iloyim rozi bo'ling ustoz. Men juda ham xursandman, baxtliman bu guruhda qo'shilganimdan. Ko'pchilikda savol bo'lishi mumkin-da. Bu guruhga qo'shilsam o'rgana olarmikanman, onlayn o'rgana olarmikanman yoki offlayn yaxshimikan degan savollar bo'lishi mumkin. Hozir bizda menda ham shu savol bo'lgan, tabiiyki. Hozirgi bu savollarim butunlay yo'q bo'lib ketgan, chunki shunaqangi yaxshi darslar o'tda berilgan. Noldan boshlab barcha tikuvchilar o'zini nima deydi, o'z kasbini, qalb kasbini topa oladi. Hamma mayda-chuyda narsalarni o'rgana oladi. O'ta hech qanaqa berkitilgan, yashirilgan narsa yo'q. Men bu guruhda o'qiyotganimdan juda ham xursandman. Kelayotgan o'quvchilarga 100% tavsiya qilaman bu guruhda o'qishi. Juda ham ajoyib guruh. Kelayotganimdan, o'qiyotganimdan umuman afsuslanmayman. Mingdan ming roziman. Ustozim bizdan rozi bo'lsinlar. Bugun offlayn uchrashuv bo'ldi. Bu yerda ham shunaqa mehr beradilar, shunaqa e'tibor, shuncha harakat. Bu ozmuncha narsa emas, oddiygina narsa emas. Hammasiga rahmat ustoz, rozi bo'ling bizdan.